Bugün 13 yanvar 2026 yıl. Neden geldiniz ama? Buxoro viloyati Jondor tumanidan. Jondor tumanidan ekan, o'tgan safar adashib beribman aytib. Xullas bolganimizning ham Rossiyada umrlik zapreti bor ekan, ya'ni bessrochna пополнить паспорт 27 federal zakon 114. Ya'ni Rossiya davlat oldida qarzdorligi tufayli bessrochna umrlik zapret bor. Qachon qaytgansiz Rossiyada? 19-yil 2019-yil kelganman. kelgansiz. 20da karantindan keyin ketaman deganimda aeroportdan zapret deb qaytargan. Zapret. Nima sababdan shtraf olganingizni bilmaysan? Yo'q, bilmayman nimaga. Institutda ishlagan. Qog'oz berdilar keyin qo'lingizga. Yo'q. Qog'oz bermagan. Siz keyin tekshirdik afzang. Tekshirganda shunday deb bessrochni zapretlar chiqdi. Yana ko'rib tursa o'zina yarasha yugurlari bor. Ya'ni notariusdan bugun davnishdan olib qoldik. Moskvadagi advokatlarima 4 ta va o'zim ham notarius orqali davnish beradilar. Xudo xolasa ish qonuniy ko'rib chiqiladi. Qayerdan qo'yasiz sizga? Moskovskiy oblastmi? Moskovskiy oblast. 90 kun, 95 kunlar cho'ziladi xudo xolasa. Ochilgandan keyin nega borasiz yana? Moskovskiy oblast. Yana shu yerga, Podmoskva. O'zimiz joyga boramiz. Borgandan keyin video tashlab berasiz, ha? Tasaymiz. Bo'ldi. Ko'p odam endi negativ fikrlarni emas turibdi, kurasib beramiz degan videolarni tashlasan, kanal chiqqanlaring deb. Bemalol profilga o'tib ko'rishingiz mumkin. Zakrepit qilib qo'yibman boshida. Borib bizga video tashlaganingiz. Hammamiz ham video tashlagani yo'q. Ko'pchilik uyaladi, chiqmoqqa boshqa ketmagan. Hech kim majburlab bilamiz. Ular shunaqa kelishdi, ishingiz ko'rib chiqiladi xudo xolasa.